Er kishi 30dan oshgandan keyin jiq xo'shalliqqa qolmaydi ekan. Bugun ishdan baldir tushibdimi? Daha penjab kelar ya bir. Ma atrofda sanja yo'q-ki. Ma do'konda bir aroq qilib turay. Mani sepran. Mama o'qigan bo'larkan. Rahmat. Birinchi qavat erganjiqga, ikkinchi qavatda o'tiray. Maya chiroyliqqina o'sha yerda o'tiray. Sovuq qilamanmi? Cho'ng panjamiz. Ben yangi yeyishni yaxshi ko'raman. Uyda shu tudusir, men kelsam dapanjam tudurlarini. Men qog'ozi bilan akapasini olibgan. Qo'saqmi to'yda bir kun ishlab yer maqomaslar. Bir nechta o'tdilar. Xo'sh. Oh. Açık lazım herhalde. Meyfan bek umraq 365 gün yesem mi? Yadamayman. Yine ağabenim qaqshab qoldi. Ayolim bana qat'iy ishonmaydi. Doim telefonimni tekshirib, xizmatlarimni tortib, gumonladi. Bilsa adash, mening xizmat turmush besimimdan qanday eg'illigini. Sho'day fondaylardan beshimni ko'tara olmay yesam, nada bir qaqqarg'ida vaqtim, ko'nglimni undaq ishlarni qat'iy o'ylab baxmadim. O'yigimni kirgim kelmas bo'lib qoldi. Bu gapni anglab, men bu javob bera olmay qoldim. Bu filmni ko'rgan qizlar bo'lsa, bir tushuncha berayotinglar. Bir necha o'tay. Xo'ja. Nollarım baka. Ben o'ylayman, bir oilada ishonch eng muhim. O'zaro ko'proq g'amxo'rlik qilaylik. O'zaro fikrlashaylik. Qizlarlar g'amxo'rlikqa muhtoj emas, erlarmi shu. Yerib charchab uyga arom kelganda bir piyola qiziq choy qo'yib beringlar. Xo'sh. Uyan chaqirib daboq olayım. An daboq biran. Rahmat. O'yras akam bega bo'lganday bo'lay. Xo'shallig'im ne bo'lar eras. Isirab bo'lib ketmisin. Men ketirib ekitay. Yana bir xo'shallik kuni o'tdi. Ishdan tushganni ko'rishaylik.